Leksimizni davamlaştırmamız, hürmetli vatandaşım. Amerika'nın raketa uğurlaştırılan qoğluğu parxodi, Cumhuriyeti bolgan Xadataş Aralla deniz territoriyası hukuku xaras qildi. Mavzulu xabar 10 ayının 27 gün Amerika ovazının Xitay til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Deniz Armiyasining raisi belgilik raketa uğurlaştırılgan qo'g'luğu parxodi, haftaning 2 günü Spratel taqım arallarga, Xitay tilida Janubiy dengiz taqım arallarga 12 deniz milli atrofiga yetib keldi. Bu hareket Amerika Qo'shma Shtatlari hozirgacha Beijing ve Beijing yasab olgan arallarga jakarlagan egilik huquqqa zo'r xaras e'lon qilganlik deb qaraldi. Cumhur Tashqi ishlar Ministerligi raketa uğurlaştırılgan qo'g'luğu parxodning Cumhur suv tavalligiga qonunsiz kirganligini izchil nazorat qildi ve ogohlantirish berdi deb ko'rsatdi. Cumhurning bayonot slogan Amerikaning bu harakati Cumhurning egilik huquqiga tahdid paydo qildi deb ko'rsatdi. Amerika Deniz Armiyasi voqeadan xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Aralıqda hiç qandaq vaqa yüz bermedi. Bir neçe hafta burun Amerika amaldorlari Deniz Armiyasining harbiy parxod avatib, Cumhur yasab olgan Arallar tavalligiga kirdiganligini jakarlagan edi. Cumhur taraf erkin Deniz okean qatnashi bahonasida Cumhurning egilik huquqiga tajovuz qilishga yo'l qo'yilmaydi deb bayonot e'lon qildi. Amerika Tashqi munosabatlar komitetining nopozliq arbobi Smith Amerika ovozi radiosiga mundaq ko'rsatdi. Bu ibora yoki bu ifoda Cumhur hukumatining talash tortishlarni tinch yo'l bilan hal qilishni xohlamaydiganligini ko'rsatib berdi. Amaliyotda talash tortish bo'layotgan yasab olgan arallarda Cumhurning harbiy mavjudligi tayyorlangan paket yaratib, bu arallarning o'zining qilib olish edi. Biz aldığımızda ötüp ketken 2 yıl mabayinli şunun dikkat kıldık xalqaro matbuot ve xalqarolaşkan torbettirdi ilan kılınan haberler ve makalalarda Xitay hükümeti Janubiy dengizdagi hareketni jiddiyleştirip Filipinga tahdid saldı, Vietnamga tahdid saldı. Janubiy dengizdagi xalqaro erkin savdo qatnash yo'liga tahdid saldı. Hatta Malakka boğazıga tahdid saldı. Xo'sh, endi bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari bu rayonlarni qo'g'dash uchun askariy qismlarni avatgan bo'lsa, Xitoy hukumatining bunga norozi bo'lgan nemasi bor?